Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana seshanba kuni Davlatobod mahallasidan 92 kilo paxta olib keldik. Bugun juma kuni tayyor bo'ldi. Nasib bo'lsa o'rtoq mashina olib, mashina ortib Davlatobod mahallasiga egasiga topshiramiz. Kimga mana shunaqa paxta tentim xizmati kerak bo'lsa, ana shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi yo'nalishimiz Adas mahallasidan yana paxta vizib bo'lgan. Adas mahallasidan borib vizibga boramiz, paxta ortib kelamiz. Hurmatli vatandoshlar, ana seshanba kuni Davlatobodda paxtasi tayyor bo'ldi. Ana mashinaga ortdik. Nasib bo'lsa Davlatobodga kelintimizga yetkazib beramiz. 92 kilo paxtani.